Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz obunachilar, musofirdagi yurtdoshlar, mana navbatdagi darvozamiz o'rnatilib berdi. Darvozamiz Toshkent Respublikasi Isfara shahriga o'rnatilib berdi. Qaytdagi fasondagi darvozalarimiz qisqacha ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Nalichkalari bilan juda ideal holatda bo'ldi. Eniga 6 metrlik, balandligi 380 ga bo'ldi nalichkalari bilan hisoblaganda ko'rishingiz mumkin. Eshigi 1 metrlik, 1.10lik bo'ldi. Bu qanoti 4 metrlik, katta qanoti 4 metrlik bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. 2 qavatlik merjinkalari qo'yilgan holatda. Mana bunday holatlarda bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana zamoklarimiz yangi chiqqan Sora kilit. Original zamokda. Juda yumshoqqina ochilib yopiladi, xudo xolasa. Orqa tomonlarni ko'rsatib o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Orqalari mana tekis holatda bo'ladi. Ideal holatda. Stoykalarimiz 10 ga 10lik, tashqaridan ko'rinmagancha ichkaridan ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. 10 ga 10, 2,5 stenada, taglari 10lik shivildir. Mana bunaqa joylari sentr zamokda, bemalol bitta qo'lda ochib yopishlari mumkin. Bu holatlarni ham ko'rishingiz mumkin. Yopaveramiz. Atvesta holatda, xudo xolasa. Yopaveramiz. Kimgaki shunday darvozalar qiziq bo'lsa, high-tech 2 qavatlik, 1 qavatlik, skromniy variantlar zarur bo'lsa, albatta ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga emanet.